sizlar bitta tayyor rabochani radnoy kraskasidan kelib qolsa olaman degan edingiz. O akaboy degandan keldi bizda sotuvda. Qarang, bakoy kartasidan gerlaboy rangkasi oppoq qaraladi, len, kadoqomada dedik. Men sizga pultilgan joychasi bor. Ko'rib tekshirib oling, shoshiling, ulgurib qoling. Chunki taxlangan olasiz. Qat soqqani bosasiz. Rabochilar bormi? Kuniga 100-200 dollar soqqani bosadiganlarga, havas qiladiganlarga marhamat. Polilar taqilgan. Kolonka usunoqi qilingan, obshivkalar koja, balonlar yaxshi holatda yumshoqdan, kantal diska, propan gazlari bor. Butkalarning holati akkuratni, yili 2015, kuzov 2016 ekan. Hujjatnoma yo'q. Olasiz, gazni bosasiz. Pol tunuga qilingan, bot, ya'ni yukxona ichi fanel qilingan. Men runchkalarning holatiga ahamiyat bering, orqalarning holatiga yiliga nisbatan normalniy motor, korobka, hadolatda hajat ishi bo'lmasa bo'ldi-da. Agar bitta labini sotib olib, mana bunaqa polik, obshivka, monitor, kolonka, koja, kantal diska, balon, propan yukxona qilaman desangiz taxminan 1,5 ming dollar ketadi. Ammo mana tayyor labini oling. 5550 dollar kelishiladigan joy bor. 235 ming kilometr yurgan. Mashinani bitta zabt qilib ko'rsataman. Ana endi telefon qilishni boshladik.